Men ismim Rufat, familiyam Xudoyberganov, Izmrud komanda lideriman. Oldin kasbim harbiy bo'lgan, SPRB maxsus bo'limida ishlaganman. 1 yilim, 2 yilga yurgan, oyligim 5-6 milliondan tepa bo'lgan. Shu kompaniyaga sog'lig'imning arkasidan kelib qolganman. Hozirgi kunda modaga aylangan kasallik grija degan kasallik. Ana shu kasallikdan blokada olaverib, osteoporoz degan kasallikni o'zim chaqirganman. Shu beldan past ishlamasdan, oxiri kalaskaga o'tirib shu maqsadda natijaganman. Men ham oldi soatda qanaqadir biznes, pul aylantirish, unaqa narsalarga aralashib ko'rmaganman. O'zim ham, turmush o'rtog'im ham harbiy bo'lganmiz. Voyeniy gospital tekinga davolaydi voyeniylarni. 6 oydan medasmotor bo'ladi. Bundan hammaning erkak kishilarning xabar bo'lsa kerak, ammo o'sha yerga borsam men tekinga davolardi. Lekin bormasdim o'sha yerga. Nimaga? Sababi grija ekanimni bilsa, men istoriyam Negodin VDV beradi. Negodin VDV armiyada biladimi? Nima degani? Yaroqsiz degani. O'zim bilmagan holda meni o'z istoriyam Negodin VDV tushsa, men avtomatik prostoy podrazniga oddiy bo'linmaga o'zim bilmagan holda perevod bo'lib ketaman. Prikazim chiqib ketadi. O'sha uchun qochib yurardim ulardan. Tushuntirdimmi? Kasalligimni yashirib yurardim. Davosi bor grijani. Nima o'zi davosi? Blokada. O'sha blokada har 2013-yil boshlangan bo'lsa, 17-yil yilning oxirida, noyabr oyida o'shandan bu yoqda ishlamay qoldim. Kecha bor edi tadbirda komandirim Rinat degan bola bor, Nukslik. O'sha bolaga doklad qildim, aka meni yopib turing. Men taksiga chiqarib yuboring. Men davolanib yana qaytib kelaman dedim. Xo'p dedi, menga foyda chiqardi lekin. Hayotda yashashdan maqsad yaxshi yashash. Hech kim yomon yashayman deb bu dunyoga kelmaydi. Qo'shilasizmi? O'qituvchilar 4 yil o'qiydi. Menga o'xshagan voyeniylar, militsiyalar akademiyada 5 yil o'qiydi. Yuristlar, prokurorlar magistraturada 7 yil o'qiydi. Vrachlar 10 yil o'qiydi. Nima uchun o'zi o'qiydi? Agar men yaxshi joyda o'qsam, yaxshi joyga ishga joylashsam, yaxshi daromad olsam, meni oilam, yaqinlarim yaxshi yashaydi degan fikr bor. Mening ham harbiyda yiqqan, 12 yilda yiqqan terganim bor edi. Bitta jentram mashinam bor edi. Bir ikkitaj uyim bituvdi. 10 ming dollardan lishniroq pulim bor edi. Ertaga pensiyaga chiqsam, xudo xolasa, xotinim bilan bitta supermarket tashamanmi, nimadir qilib bola chaqamni boqaman degan yiqqan tergan bor edi. Lekin ishonasizmi, o'sha West O'zbekistonda qanaqa vrach bor, qanaqa tabib bor, hammasiga turg'izaman degan bo'lsa, mana hayda. Turg'izaman degan bo'lsa, mana hayda. Nimaga? Samolyotga chiqolmayman, poyezdga chiqolmayman. Nimaga? Bizlarda kommentura bor samolyotda. Agar udastroyevda registratsiya bo'lgansiz, bilet oldingizsa, reska u yoqqa doklad ketadi. Poyezdda ham shunaqa. O'shaning uchun faqat taksida vodiylarga, Toshkentlarga, Samarqand, Surxondaryo qanaqa tabib bo'lsin, vrach bo'lsin, hammasiga qatnadim. Oxiri bir vrach aytdi. Balki sen har qilishgandirsan, men tushunmadim korоче dedi. Shu bilan komandirim telefon qildi, 4,5 oy bo'libdi. 4,5 oyda yo'qotgan narsamni aytaman. Ularning qanaqa berishni, qanaqa olishini men ko'rdim. Men bilmayman boshqasini. 4,5 oyda men tanishlarimdan, sog'lig'imdan, yiqqan tergamdan ayrilib bo'ldim. 1 oydan o'tganda voy 10 ming dollar tugadi mendagi. Keyin mashinamni sotdim. Oyoq qo'l ishlamayotganim mashinam nima kerak? Keyin uyimni sotdim. Keyin odamlardan qarz so'rashni boshladim. O'zi biza qildim yaqinlarim. Komandirim telefon qildi, Rufat seni taklif qilaman dedi. O'sha 4,5 oy bo'libdi.